Mashhuraxon ukangiz Tohirjon nomidan qabul qilasiz va aynan mana shu jarayonlar uchun mos kompozitsiyani estradamizning yana bir yulduzli vakili taqdim etadi. Badiiy maydonimizda birgalikda qarshi olamiz estradamizni yulduzli vakili Farruh Hamrayev kuylaydi. Birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Singillar uchun maxsus sarana qarsiylar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Ovozingiz eshitilmayapti? Avvalambor assalomu alaykum aziz onajonlar, opa-singillar. Kelin-kuyovlarni tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, baxtli bo'lsin. Ushbu oiladan Alloh rozi bo'lsin. Hozir birinchi aytadigan qo'shig'imizni hadiya sovg'a qo'shig'i bo'ladi. Qadrdon ukamiz Tohirbek nomlaridan hayajonlanib ko'chada turibdilar. Ichidagi hamma qalbidagi so'zlarni men qo'shiq qilib aytib beraman. Sog' bo'linglar, baxtli ko'z tegmasin. Marhamat. Pinhona yig'lab yuribman bugun to'yingizda. Bilsam mehmon ekansiz ota uyingizda. Oppoq libos nur bo'lib turar bo'yingizda. Faqat opamsiz yig'lamang ketar chog'ingizda. Yor sadosi yurakni buncha yig'latar. Menga bergan mehringizni battar eslatar. Qattiq quchoqlab to'yay keling bag'ringizga. Faqat opamsiz yig'lamang ketar chog'ingizda. To'ylaringiz muborak mehribonim opam. Sirlarim sizga esdalik sirdoshim opam. Pocham bilan baxtli yashang iltimosim shu. Nurlaringiz kelib tursin quyoshim opam. Ko'tarib keldim mana bugun to'yingizga. Siz ham to'y oqshomlaringizni shunday kreativ va sifatli tasvirga olinishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Juda mos ekanlar sizni bo'yingizga. Faqat opamsiz yig'lamang ketar chog'ingizda. To'ylaringiz muborak mehribonim opam. Sirlarim sizga esdalik sirdoshim opam. Pocham bilan baxtli yashang iltimosim shu. Nurlaringiz kelib tursin quyoshim opam. To'ylaringiz muborak mehribonim opam. Sirlarim sizga esdalik sirdoshim opam. Pocham bilan baxtli yashang iltimosim shu. Nurlaringiz kelib tursin quyoshim opam. Pinhona yig'lab yuribman bugun to'yingizda. Bilsam mehmon ekansiz ota uyingizda. Oppoq libos nur bo'lib turar bo'yingizda. Faqat opamsiz yig'lamang ketar chog'ingizda. Rahmat kattakon. Bitta qarsiylar bo'lsin. Mehr oqibatinglar ko'z tegmasin. Endi o'zim nomimdan shu singlingizga bitta singlim degan qo'shig'imni ham ruxsat bersanglar aytib bersam, sog' bo'linglar. Mehr oqibatinglar ko'z tegmasin. Rahmat, marhamat.
bir yoqam chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar Siz ham to'y oqshomlaringizni shunday kreativ va sifatli tasvirga olinishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling. og'ir mehnat ko'rgan singlim tosh yo'llarda yurgan singlim yuzlarimga oyoq qo'ymay yuzim yorug' qilgan singlim yoningda yor umid bor ikkingiz ham beg'ubor 70da ham 80da ham bo'lsin sizga Alloh yor oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar dog' bo'lmasdi hech bir yoqam chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, salomat Ushbu bo'linglar. to'y oqshomi Sherpro Cinema studiyasi tomonidan suratga olingan. Siz ham to'y oqshomlaringizni shunday kreativ va sifatli tasvirga olinishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling.